Vo ajab, ajoyib voqea bo'ldi. Xullas buni aytmasam bo'lmaydi. Navoiy orqali Buxorodan Toshkentga qaytayotgan edik. Cho'lni o'rtasida mashinamiz buzildi. Qisqa qilib aytmoqchiman, 3-4 soat ko'chada qoldik issiqda. Uzoqdan bir yosh yigit keldi, sizga yordam beraman. Bizdan nima xizmat dedi. Xullas aytdik bo'lgan voqeani, aytdik ketdik bizni qishloqda. Amakim usta dedi, hammasini to'g'rilab beradi dedi. Xullas bordik qishloqqa, bir ajoyib qishloq ekan. Darhaqiqat bir yerda mashinamiz yuradigan bo'ldi, lekin biz 3-4 kun shu yerda qoldik. Nima uchun deganda, hozir ko'rasiz qanaqa manzaralar, qanaqa odamlar borligini. Shunaqa bir ajoyib qishloq, 3 ta qishloq bir mahalla ekan. Bir-biriga mehribon, mehmondo'st, mehnatkash ekan. Xullas bir 3-4 kun bu akamizni uyida qoldik. Ko'chada yurganimizda daroyat yak piyola choy mehrim, daroyat yak piyola choy mehrim deb aytar edi. Men hayron qolardim, bular qaysi tilda gaplashyapti. Keyin bilsam bular qadimgi Sug'diylarning avlodi, forsizabon tojiklar ekan. Vo ajab, darhaqiqat bir ajoyib til, o'zining madaniyatini, o'zining urf-odatini saqlab qolgan bir ajoyib xalq. Tog'lar o'rtasidagi noyob gavharga o'xshaydi. Darhaqiqat. Xullas bularni uyida mehmon bo'ldik va men oldin shuni aytmoqchi edimki, kommentariyda tojiklarni haqorat qilib, kamsitib, masxara qilardim. Bu ishimdan juda afsusdaman. Barcha tojiklardan uzr so'rayman. Nimaga deganda, shuni bildimki, millatni yomon emas, odamni yomon bo'lar ekan. Xullas bir hammasiga tashakkur aytmoqchiman, minnatdorman. Shunaqa bir ajoyib qishloq bor ekanki, buni ko'p gapirish kerak. Endi til ojiz bu qishloqni gapirishda. Bir noyob qishloq, bir ajoyib qishloq. Darhaqiqat hammangizga tashakkur aytmoqchiman.